Mikrokreditbank Ko'rsunbank xizmatlari markazi hamkorligida Qashqadaryo viloyat Koson tuman O'rto'g'rim mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 487 kontur yer maydonida amalga oshirilyapti. Bu yerda kartoshka ekini ekilgan. Umumiy yer maydoni 10 gektar, uzunligi 341 metr kvadrat, eniga 336 metr kvadrat to'g'ri kelyapti. Bu yerda ekilgan ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan va gullash atrofida, hosil 90-100 kun atrofida bo'lish ko'zda tutilgan. Yetishtirish jarayonida ushbu mahsulotlar sug'orilyapti, parvarishlanmoqda. Bu yerda bu konturda jami 31 ta dehqon xo'jalikka o'rtacha hisobda 32 sotix yer maydonidan yer ajratib berilgan. Bu yerda G'afurov Elmurod dehqon xo'jaligi lider tadbirkori etib belgilangan. Loyiha bo'yicha har bir gektaridan o'rtacha hisobda 18 tonnadan kartoshka mahsuloti olinishi rejalashtirilgan. Umumiy hisobda birinchi ekinda 180 tonna kartoshka hosili olinadi. Ikkinchi ekinda ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali bu yerdagi dehqon xo'jaliklarni daromad manbalarini oshirish ko'zda tutilgan.